Assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari azizlar. Arzon yer o'rnini qidirib yuribdingizlar. Endi shuni qidirib yurgan odamlar bor edi. Xudo xolasa yana bugun fundament qilingan, ajoyib etib podloshlar etilgan, ustidan fundamentlar qurilgan, etilgan armaturalar bilan etilgan azizlar. Yana ham 240 metr kvadrat. Elde 10 mı shunda? 10'a 24 bo'ladi. 240 metr kvadrat. Uglovoy yana pajani xoti bayna ham başında. Gaz bu ana, onda gaz o'chirishga yaqinlashtirib ko'rsatib o'ting. Endi ulatish o'zlaringiz ulatasizlar onu. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q bu yerda. Manzili neydi? Manzili Turkmenlikda. Turgan Jangargi yo'li Turkmenlikda şurada musiqa maktab bor, u ondan. Shunda o'risidan kirib kelsangizlar bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun bizning kanalni bilasizlar, uy egasini telefon raqamini yozib qoldiramiz. Ya'ni joy o'rnimizning egasini telefon raqami bo'ladi, ekranlaringizda ishon chetga yozilgan. Hujjatlarini ko'rsatamiz. Hujjatlari bo'ladi bizning. Bahosini ham aytib o'tamiz, manzilini ham aytib o'tamiz. Bahası 170 milyon so'm aytib turibdi. Fundamenti etilgan. Bu varanach arkasida baxt tarafi bor yana. Ya wan pajani xot ya arkadagi. Ha pajani xotmi yana? Bu yana pajani xot ekan, baxt taraf emas ekan. Baxt tarafi bor baribir. Hang shu baxt taraf-ku. O'rtasidan buni loyihalashtirgan ekanlar, hozir nelarni ham ko'rsatib o'taman. Bilavering. Yana shu baxt taraf bo'ladi shu o'rtasi. U Kolodovga, bu taraf ona hojatxona uchun addiniy fundament etilib turibdi. 170 milyon so'm, 240 metr kvadrat. Bunda yana keng hujjatini ko'rsating. Bunda oldi sotish shartnomasi. Yana nima o'zi bor? Pasportimi bu? Yana hamma asasi bor yana. Yana 240 metr kvadrat. Men uni tutdim. Bunda yana loyihasi izdi. Ya rasmlar qanadim. Yani ishini pullashtirgan ekanlar. Plandan beradilar beraber. Shuni yana pullashtirilgan ekan. Xudo xolasa qiziqtiradigan bo'lsa, yapışib qoldi qog'oz. Nima ko'rasan? Qiziqtiradigan bo'lsa, telefon etasizlar, uyning egasini 170 milyon so'm aytib turibdi. Ya xo'jaliklar bor yana. Shuncha xo'jalik. Turkmenlikda musiqa maktabi to'g'risidan kirib kelsangizlar, xudo xolasa gelish sotib olib, uy qurib yashab o'tsangizlar, so'ynamiz. Shunga ko'rinishda podoshlarni e'tibor qilingan, podosh qilingan teyindan fundament ham mustahkam etib qilingan. Armaturalar tashalib, xudo xolasa sizlar ham ishni aytversizlar bo'ladi. Arkasi pajani xot ekan u. Arka taraf ham pajani xot. Ya'ni uglovoy izda. U buni ertangi kunga bir eshik ochib kirgizib chiqaraman desangizlar ham bo'ladi. Ana bu yer garajga mo'ljallashgan ekan. Garaj etgan ekanlar uni. Bir garaj uchun mo'ljallangan ekan. Ajoyib, shuni ko'rinishda. Agarda bizlar ham xizmatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, sizlar ham uylaringizni, yer o'rnalaringizni, natural binolarni, kvartiralaringizni sotasizlarmi, ijaraga berasizlarmi, hujjatlari bo'lsa, qonuniy bo'lsa ham siz reklama qilib beramiz. Batafsil ma'lumot uchun reklama xizmatimiz uchun 91 094 27 27 raqamga telefon qilsangiz, reklama xizmatlari haqida tushuntiriladi. Kuzatganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling va salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.